Assalomu alaykum barchaga. M39 avtomobil yo'li postdan chiqqandan keyin mana eski yangi yo'l postigacha bo'lgan oralarda kilometrlab mana probka. Kimda kim shoshilinch biror joyga yetib boraman deb yo'lga chiqadigan bo'lsa, lutchi boshqa yo'lni tanlaylar. O'zim yo'lga tushganimga 48 minut vaqt bo'ldi. 48 minut. Toshkent shahridan chiqish postidan, o'sha erkin postidan masjidgacha 48 minutda zo'rg'a keldim. 48 minutda men Chinoz tumaniga bemalol yetib borishim kerak edi. Hozir endi sal mana tezlashdi shekilli.